bilan pekiblar. Bugun biz Lovit bilan kublar jangini qilamiz. Salomlashib qo'y. Ayniklar farqli. Ama sen ustasla bilan ma'lum. Xo'sh, endi kubingni qanaqa blog ishlatasan? Ben chiqib ketdim o'yindan. Video pauza qilaman. Do'stlar, endi sen qanaqa blog ishlatasan? Men hozir ko'rasan qanday blog ishlataman. Yo, men do'stlar, men hozir barga olay. Men barga ishlataman. Yo, men barga ishlatmayman, yaxshi bilar. Mamma qanaqa blog ishlatishimni bilasiz. Ana barga. Men mamma blog ishlataman. Qanaqa bo'ldi endi buning buzib tayla. Day, qo'yamiz. Mazmunat blokcha bo'lar ekan qayta. Eshik bo'lmaydi, bar ana shuni qiladi. Eshik bo'ladi. Katta bo'ladimi? Ha. Do'stlar, video pauza qilib qo'yamiz. Do'stlar, ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar bo'ldi. Uje 1 minutli video bo'lsa ham bo'ladi. Men sizlarga birinchi qavatni ko'rsataman. Mayli 1 minut bo'lsa ham eshitma bo'lmaydi. Keyin buni shorts ham qilsam bo'ladi, xohlasanglar. Mana shuncha narsa qildim. Ikkinchi qismi chiqishi kerak buni. Do'stlar, bo'lmas bu. Qani mana qo'yganim. Pastga bo'lishi kerak, mana pastga. Pastga tushamiz obunachilar. Tepaga qandilchalar qo'yamiz. Men qurganim do'stlar ko'rsataman mana bu. Mana bunga agar ko'rchani qo'yamiz, to'xtanglar. Agar sizlar mana shunga ko'rchani qo'ysanglar, redstone signal beradi. Shu masalani sinab ko'rsataman. Bunday qilamiz. U ko'rchani qayerda olasizlar desanglar, maxluqlarning tuxumini qo'yganman. O'shalar bilan urushish kerak. Mana qo'yamiz. Bu yerga qilamiz. Shu masalani qaranglar, bu slime o'tib. O'shbek ko'rchani uramiz. Slime ustiga chiqadi-da. Mana shu ko'rchani qo'yadi bu. O'sha o'xshamay qoldi qaytadan qilamiz. Yana bitta qo'yamiz. Va mana qiyshiq bo'lib qoldi. Buni yana olamiz, topozamizdan unda qo'yamiz. Tepasini ochamiz. Va yana bir marta qo'yamiz va bizni otib oladi. Bemalol chiqib ketadi. Shunday bu qavatni tushungan bo'lsanglar kerak. Bo'ldi, endi obunachilar ikkinchi qismiga chiqishini xohlasanglar like va obuna bo'lsanglar. Video komment bo'lganiga bilmadim, video komment bo'lib qoldi demaysizlar. Chunki men qurganimni videoga olmadim, ko'p vaqt bo'lib ketadi deb. Mana bu yerda avtomatik kiydiradigan. Mana bu yerda esa maxluqlar tuxumi, bu yerda esa bo'lsa ko'rmadi deb yashirib qo'ygandim mana bu narsalarni. O'sha narsalarni qayerda oladi degan bo'lsa kerak, mana bu narsalarni shu yerdan oladi. Bo'ldi, video tugadi. Xayr, like va obuna bo'lsanglar, unda video tugadi demoqchiman, to'xtanglar. Eshikni ochamiz. Yomg'irni yo'qotish kerak, yomg'ir. Osh kun. O'sha endi yomg'irni ham yo'qotamiz. Clear. Time day. Neyse, weather'dan rain. Rain must. Weather clear. Bo'ldi, yomg'ir tinadi. Bo'ldi, yana kun tushdi. Ana endi kun qilish kerak buni. Time day. Bo'ldi, kub kunduzi. Mana mening kubim. Buniki esa mana tuzoqlarni qaranglar buni. Uncha tuzoq qilgan. Endi men videoni pauza qilaman. Video tugadi. Nima qilganini men bilmadim. Ha, bu parkur. Men tushundim, parkur. Qani bittasi ko'raylik qani. Nima bir chakchana. Yiqilib tushdim. Tushimizda pichakni bosamiz, bo'ldi, men tushundim.
Bu juda oson ekan. Endi qaysi biriga borish kerak ekan? Bunisigami? Bilmayman. Shunda buni o'tib oladi. Video pauza, video tugadi.